Assalomu alaykum, hurmatli narx-navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda drabilkalar narxlari bilan tanishib o'tamiz. Bu yerda mana Xitoy drabilkalar, vodiy drabilkalar har xilidan bor. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahrida joylashgan. Tarabazaning ro'parasida, ya'ni mana Sovetskidan kirib kelinadi. Mana Tarabaza bo'ladigan bo'lsa, shuni ro'parasida mana shu binoni birinchi qavatidagi mana Inko do'kondan ko'rsatib o'tamiz. Drabilkalar har xilidan bor va arzon narxlarda. Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Bizning xalqimiz uchun bo'lsin deb Xitoy drabilkalarida, vodiy drabilkalar sizlar uchun mana sayratib qo'ydik. Xohlasangiz beton mishalkalarimizgacha bor. Hozir sizlarga hammasini chiroyli obzor qilib beraman. Mana bu tomon to'liq Xitoy mana bo'lyapti. Mana bu tomon vodiyni drabilkasi, Namangan chustda zavodida ishlab chiqarilgan original drabilkalar, hammasini chiroyli obzorni qilib beramiz. Birinchi o'rinda mana Makka sezon keldi. Makka tishingiz kerak. Mana Makkani donini ajratish kerak bo'ladi-ku. Shuning uchun nima narsa kerak? Bizga aloqaga chiqasiz, sizga Makka stadionini ko'rsatamiz. Mana ko'rsatadigan, buni oldin videolarda ko'rsatganman. Kamerani ichkari tomonga yaqinlashtirsangiz, 4 pichoqlik mana ichkari tomonda ko'rinyapti. 4 pichoqlik bo'ladi. 4 pichoqlik, 4 ta qatorlik bo'ladi. Makka tikish sifatlari juda yaxshi. Motori 4 kilovatlik bo'ladi. Original narsa. Ular 90% gacha Makkani donini maydanaqa ezib yormasdan maydalab beradigan 4 pichoqlik varianti. Narxi keladigan bo'lsak 3.500.000 so'mdan sizga dastavkasini ichiga qilib beramiz. Xuddi shuni 75%ligi bor. Mana bu ham 4 kilovatlik motor. Faqat buni ichidagi pichoq mana bu yerdan ko'rinadigan bo'lsa, ko'rib 3 qatorlik bo'ladi pichog'i. Ko'rinyaptimi? 3 qatorlik bo'ladi. Buni narxini esa 2.600.000 so'mdan dastavkasi ichiga qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Endi mana buni ham yoqqa. Endi navbat universalni drabilkamiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Drabilkamiz eng zo'rlardan zo'rlari. Bizda mana muzrob degani bor. Juda aqlli bo'ladi. Mana kulchini olib kelsa, mana ichini ochaylik. Qotirib qo'ymasa iloji yo'q-da, ukam. Qaysi boshqalarni ko'rib turaylik. Bitta ichini bir boshdan ochsak, inshaalloh kimlarga shu narsa qiziqdi, ichida nima chiqib keladi. Och ichida nimasi bor ekan, och deydi-ku. Shu joydan ketdi mana. Ichini ochyapmiz. Mana yo'ldan ochib oldik. Qarang, farqini aytaman. Xashak qilish uchun 6 qator, don uchun pichog'i bor, mana 6 qator. Mana bir qator mana bu xashak uchun joylashtirilgan, opsi 7 qatorlik. Xullas 100.120 xil segmentdan iborat pichog'i bor. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Remet 2 qator bo'ladi. 4 xil setkasi bilan komplektiga 4 kilovatlik original motor bilan jihozlangan. Yana eng qiziq ichkari tomonda ham pichoqlari bor. Lista endi Xitoyda lista bari baqvat bo'ladi. Sentrlar, sifatlar, kачестволар juda a'lo darajada. Eng bitta narsaga mazza qilib, yangi partiya kelgan listlari, mana bu listlari ham ancha baqvat kelganda, bu tomondan donini solasiz. Mana bu tomondan don solasiz. Mana bu narsasi komplektga bilan mana bu tomondan qo'yiladi. Mana holatda qo'yiladi. Komplektida mana bu tomonidan mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyi bor mana. Mana bu yerda bu narsa qo'yiladi. Bu yerda xashak solinadi. Xashak uchun mo'ljallangan. Komplektiga 4 xil setkasi bilan ichida bittasi turibdi. Mana yorma qilishga, qattiqroq yorma qilishga, xashak qilishga 3 xil setka, 4 xil setka komplektida bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa 3.500.000 so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Sifat kачестволар juda yaxshi. Listlari mazza qilib, endiki navbat mazza qiladigan joyi mentalik drabilkalarimizdan kelganda qarang. Pichoqlarni ko'ring. Original sifrovoy pichoqlar mana. Original pichoq o'zidan o'yib turib yozib qo'ygan, lazer bilan o'yib turib yozilgan 6 qatorlik pichog'i. Undan tashqari mana bu yerni kamerani qarasangiz, bola qattiqroq qotiradi-da. Pichoqni ko'ryapsizmi? Bu faqat xashak uchun mo'ljallangan. Faqat 2 xil mexanizm o'tadi. Birinchi o'rindan 6 pichoqda o'tgandan keyin mana unaqa maydalagichda o'tib, xohlagan razmer munchadan munchagacha mana pozitsiyalari bor, ligrovkalar o'tkazaverasiz. Xohlaganingizdek chiqarib beradi. Faqat bu lentalik degani oldi tomonda mana temir lentalari bor. Oxirigacha sopqilib o'zi tortib ketadi. Lentalik bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bo'lsa xalqimiz uchun
4.200 ming so'mdan 4.600 ming qo'yganman. 4.200 mingdan oxiri kelgan partiya ham 4.200 mingning dastavkasi ichiga bo'lyapti. Endi navbat mana. Mana qancha ko'p bo'lsa ochib tashlaveramiz. Qiziq yo'q. Xalq uchun. Marhamat. 6 pichoqlik original drabilkalarimiz kelgan. Bu Xitoy varianti. Optim narxda. Optim narxda. 2600 ming so'mdan dastavkasi ichiga qilib beraman. Bemalol xarid qilaverasiz. 6 pichoqligini. Komplektida faqatgina dastavkasi ichida bo'ladi, xudo xolasa. Motor kilovati 3 kilovatlik original motorlar bilan jihozlangan. Hozirgacha kungi sifrovoy motor, avtomatlari, motorni o'zida tashlaydigan avtomatlargacha bo'ladi. Sifatlari juda yaxshi. 2600 ming so'mdan dastavkalar ichiga qilib beraman. Sifatlar xullas yaxshi. O'zida mana sifrovoy uyib yozilgan. Originallik bildirib turadigan narsasi bor. Endiki navbat bu mana ko'rsatadigani faqat xashak uchun. Don chiqarmaydi, qo'l quruq tanlamaydi, bosaveradi. Endiki navbat vodiyni original drabilkalariga bir boshdan ko'rsatib beraman. Buni farqlarini hammasini sizlarga chiroyli solishtirib beraman. Nima? Ey, Pedya, bo'ldingmi traktorlar joy qaytar taxlab qo'ygan? Taxlab qo'ygan. Mana bu ko'rsatadigan 6,5 kilovat 3,5 ming оборотlik motor bo'ladi. Komplektiga 4 xil setkasi bo'ladi. Mana bittasi hozir ichiga qo'yilgan bo'lib kerak. Bolalar kelinga qo'yib ko'rsatgan. Hozir bu narsani ichlarini ochib, qanaqa xususiyatlar bor, hammasini chiroyli ko'rsatib beraman. Hozir mana ochilishi mana bu tomondan bo'ladi, mana. Ochyapman, mana. Marhamat. Ochdim. Listlari ham baquvvat, qalinligini qarang. Qarang. Birinchi o'rinda germanskiy pichoq o'zida Madin German yozilgan pichoqlar joylashtirilgan. Eng qizig'i qarang. Mana boshlanishga 8 ta. Tayda 2 qator. Eng tayda 2 qator. O'rtada malotkoyisi bor mana. 3 tadan 6 ta malotkoy bo'ladi, 4 tadan mana. Marhamat. Mana bunisi malotkoy bo'ladi, 4 tadan 8 bo'ladi. Общий 26 pichoq bilan jihozlangan. Mana bu tomondan ko'rsatamiz listini qalinligini. Kamerada ko'rinadigan bo'lsa, mana. List qalinligini ko'ryapsizmi? Ya kamera sal ichkariga boraylik. Mana listning qalinligini ko'radigan bo'lsalarga. List qalinligini ko'ryapsizmi? Bu maxavik emas, temir. Maxavikda ichi chugun bo'ladi. Bu temir. Ya'ni u 5lik listmi, 10lik list hisoblanadi bu. Xullas, og'irligi 10 kilo. Faqatgina maxaviklik, qalin listlik 5-6 kilovatlik motorlarga bo'ladi. 3-4 larga iloji yetmaydi. 2 qator, marhamat. Mana bu qalin listlik 2 qator pichoqligimiz, общий 26 ta segmentdan iborat bo'lgan pichog'imiz. 6,5 kilovat, 3,5 ming оборот bo'ladi. Mana. Keling ko'rsatamiz. 6,5 kilovat, 3,5 ming оборот Rubin motor bo'ladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, mana shu narsamizni bizda mana unaqa ko'k dedim, ko'k svet, qizil, sariq, yashil har xil svetidan bor. Bizda qarang, 6,5 kilovatligini, tokingiz yaxshi bo'lsa, 3,5 ming оборотligini 2900 ming so'mga qilib beramiz. Tokingiz past bo'lsa, 4 kilovatlik oling. 2 qator listlik, mana ko'rsatgan list qalin baquvvatimiz 5 kilovatlik ham bor. Uni narxini 2800 ming so'mdan, 4 kilovatligini 2600 mingga qilib beryapmiz. Bemalol O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Bularning yaxshi tomoni har birida motorning o'zida ham avtomati bor. Mana ko'rsataman. Marhamat. Kameraga yaqinlashtiring. Mana. Tepa qismida motorning o'zida ham avtomat bor. Mana bu yerda ham avtomat bor. Erta masalan nagruska berib yuborsangiz ham motor muammo bo'ldi, qaytib kelmaydigan narsa. O'zida avtomat qo'yilyapti. Nagruska bo'lsa, samazashda tashlab yuboradi. Xatoingiz bo'lsa, yana to'g'rilib, kontrol qilib bitta bo'lsangiz ishni qilaverasiz. Uni bizda Rubin motor, Guanji motorimiz bor. 6,5 kilovatlik, 5 kilovatlik, 3,5 kilovatlik, 4 kilovatlik motorimiz bor. 2 qator listlik, qalin listlik, maxaviklik variantimiz narxi 2008 dan 2900 minggacha. Bir qator listligimiz bor. Mana bu 4 kilovatliklar. Keling ko'rsataman, 4 kilovatliklar. Kameraga yaqinlashtiraylik. Mana. Mana bu 4 kilovatlik motorimiz. Pichog'i bir qator bo'ladi. Ikki qator bo'lma, bu 20 ta pichoq. Buni ko'rsatgan 26 pichoqlik bo'ladi. Buni narxi 2600 ming so'm. Buni sariq, qizil, ko'k har xil svetimiz bor. Listi o'sha, hamma narsa bir xil, faqatgina tok past joyiga
u ish bermay buni qo'yib beramiz. Masalan 170 180 toklarga bu ish beradi, lekin chiqarishi bir xil. Sintrovkalari joyiga. Mana mijozlarimizga dastlabki ishlatilgan joylarni video qilib tashlayapmiz. Mijozlarni ko'rish uchun. Keyingi navbat xuddi shu narsani bizga mana kelishingiz mumkin. Xuddi shu narsani oxiri dumaloq variantlaridan ham kelgan. Mana keling. Mana. Cho'lar bir xil. Oxiri dumaloq. Bunaqa varianti bunisidan ham bor. Narxi bir xil. Maxaviklik varianti, qata pichoqlik maxaviklik varianti. Motori 5,5 kilovatlik, 5 kilovatlik, 6,5 kilovatlik motor bo'ladi. 2008 2009 gacha dastavka 4 kilovatlik motorimiz 2600 dan 2500 gacha dastavkasi ichiga qilib beramiz. Shu mahsulotlardan kerak bo'lsa yoki mana bunaqa beton mishalkalarimiz bor. 160 litrlik Denzel firmamiz, Palma firmamiz bor. 160 litrliklar 2 million 700 ming so'mdan, 180 litrliklarimiz esa 3 million so'mdan, 200 litrlik mana boshda turibdi. 200 litrliklarimiz esa 3 million 200 ming so'mdan xudo xolasa bizning fillarlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Mishalka. Sifat tavsiyalar zo'r.